Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bu sahifada men ol bilan shu bir hafta ichida dunyoning siyosatida yuz bergan voqealarni diqqatingizga sungandan keyin mening shu qonun degan savol qo'ygan bir necha qarindoshlarningki savoliga javob qilmoqchi va yana Michael Porterning bosh kuch nazariyasini o'tirib qo'ymoqchi. Ya'ni diqqatingizga sunmoqchi. Oldi bilan siyosiy voqealar keladi. Amerika prezidenti Donald J. Trump Uyg'ur kishilik huquq siyosati loyihasiga qo'l qo'yib, bu loyihaning rasmiy turda qonun bo'lib ma'qullanganligini dunyoga jaka oldi. Bu zolimlarga sinilgan bir tasdik bo'ldi. Ikkinchisi, Amerikada George Floyd ismli qartalli kishining qazo qilish tufaylidan kelib chiqqan namoyish pastga qarab izlanmoqda. Uchinchisi, Donald J. Trumpga bir yil Amerika davlat bexatarlik, ya'ni davlat amonlik maslahatchisi bo'lgan John Bolton degan kishiningki texnik nashr qilinish oldida turgan kitobining oldini oshkorlashicha Donald J. Trump bilan Xi Jinping, Xitoy raisi Xi Jinping o'rtasida jazo lagerlari masalasida fikrlar bo'lgan. Donald Trump Xi Jinping'ninki tushuntirishiga quloq solgan degandek shunaqa bir gaplar bor, ammo bu to'g'risida har xil paranglar bor. To'rtinchisi, Hindiston bilan Xitoy chegarasi o'rtasida bir harbiy to'qinish yuz berib, 20 dan ortiq Hindiston askari o'ldi. Xitoy tarafininki yordam bo'lgan o'lgan askarlarning soni aniq emas, u hozircha maxfiy tutilgan. Yevrosiyo tarqat gruppasining qarashicha Osiyodagi bir cho'ng to'qinish nuqtasi Hindiston bilan Xitoyning Ladakh rayonidagi chegara rayonida yuz berishi mumkin deb mo'ljallanmoqda. Hamda iqtisodiy voqealar keladi. Amerikaning iqtisodi vaboning umum sonining ishishi bilan, ammo vabo bilan yallig'langan kishilarning sonining ozayishi bilan umum sonning ishishi, ammo diagnoz qo'yilgan kishilarning sonining ish sur'atining tuvallishi bilan nisbatan yaxshilanishga, turaqlashishga qarab yuzlanmoqda. Shunga ba'zi rayonlar asosida ichilishga boshladi, mulozimat asosida asli kelishga boshladi. Bu Amerikaning iqtisodiyotining asosida yaxshi bo'lishiga, ya'ni 3-faslda yaxshilanishga qarab yuz berishdan derak bermoqda. Dunyo pul muomala fondi jamiyati, pul muomala fondi jamiyati bu qatam shu vabo tufaylidan dunyoning iqtisodining umumyuzlik bir xil chekinish holatiga duch kelganligini demoqda. Amerikadan ba'zi iqtisodshunoslar Amerika iqtisodiyotidagi yaxshi bo'lishi xeyli vaqt ketadi deb umidsiz qarashlarni o'tirib qo'ymoqda. Yana men sizlarning samanlarga bir soladiganim 2008-yilda Obamaninki shu pul muomala Amerikaning pul muomala krizisidan qutqarish uchun ajratgan 700 milliard dollarlik shu pulini o'rlashtirgan, xajlagan Neil Kashkari ismli kishi hozir Amerika Markaziy bankisining Minno Sotaniki tarmoq bankisiningki boshlig'i bo'lib, bu kishi Amerikada sistemlik irqchilik, ya'ni osonlik millatga qartaliklar qaratilgan shu irqchilik Amerikaning iqtisodiy cho'ng ziyonlarini keladi degan bir qarashni o'tirib qo'ydi. Albatta buni tajribachilik tadqiqot bilan shug'ullanan ixtisoslashlar o'tirib qo'ygan, ya'ni irqchilik bir jamiyatningki, ya'ni barobarsizlik bir jamiyatning taraqqiyotiga to'sqin bo'ladi, iqtisodiy taraqqiyotiga to'sqin bo'ladi degan gaplarni qilgan. Buni ham ko'pchilikning samimiy qo'ydi. Endi men Turkiyadagi qarindoshlarning savollariga javob beraylik. Turkiyadagi qarindoshlarningki ba'zilar biz pay olsak bo'lmamdi, qanday payni olsak bo'ldi deb so'rabdi ekan. Bu butunlay sizning o'zingizningki imkoniyatiga bog'liq. Ya'ni 10 ming dollar pulingiz bor deb o'ylasak, bulti 10 ming dollar pulingiz bo'lgan bo'lsa, shu pulni ishlatmay qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, bulti 1 dollar 5,17 lira bo'lgan. Bu yil 6,18 lira bo'ldi. Shuni olib qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, mana hozir 11 ming turk lirasi chiqadi bir yilning ichida 10 ming dollarni qo'yib qo'ygan bo'lsangiz degan gap. Agar siz shuni bultu liraga almashtirib olgan bo'lsangiz, hech chiqmagan bo'lsangiz, 11 ming turk lirasini qurib qoldingiz degan gap. Bu faqat dollar bilan turk lirasining almashtirish qiymatiga farqdan kelib chiqayotgan ish. Ammo pay chekiga kelgan vaqtda pay cheklarining turlari har xil bo'ldi. Bular o'sadigan xarakterga paylar bo'ldi, ya'ni texnik paylar bo'ldi. Shundan bilan birlikda bunday asosda o'sadigan turaqli paylar bo'ldi. O'zining qiymatini saqlaydigan bu yemak-ichmak sohasining paylari shunday bo'ldi. Shunga shu nimalarni paylarni alayım olmaymi degan vaqtda shu oldi bilan shu sohani tushunish kerak, shu shirkatni tushunish kerak, sohani tushunish kerak degan vaqtda vabo tufayli masalan butunlay yeminingki qatnash paylari bak uchib ketdi bularmi havo yo'llarini. O'tganda bir qarindoshimiz paylarni olsam bo'lamdi deb ekan, hozir tuvan nuqta tushgan bo'lsa olsangiz bo'ldi degan bir maslahatni bergandim. Men baho shaklida menga savol so'rabdi ekan, men baho shaklida javob qaytarib bashna degandim. Men qarasam Turkiyaning havo yo'llarining paylari o'sib qoldi. Ya'ni shundan bilan birlikda men
qarindoshlardan birisi debdi ekan 5-10 payni havoli qilsangiz deb. Men Turkiyaning paychiki bozorida pay ilib satmagan ekan. Bu to'g'risida o'zimning tajribasi yo'q, izlanishlarim yuzaki. Ammo hozir qaragan ahvollardan qaragan vaqtda Turkiyaning pul muomala payli shirkatlarining, ya'ni banklarning Turkiya Xalq Bankisi, AK Bankisi deganlarningki paylari o'sib qolibdi. Demak, iqtisodningki yaxshi bo'lishidan mulozimat kasblarining yaxshi bo'lishidan biroz umid bor degan gap. Havo yo'llarining, Turkiya havo yo'llarining peyi ishib qolibdi. Turkiya hozir shu vaboni kontrol qilishda nisbatan namunlik bir rol o'ynayotgan davlat, ya'ni o'zining shu ahvolni, vaboni kontrol qilishda xalqning sufati yuqori bo'lgandan keyin nihoyat deyilgan qoida tuzumlarga rioya qilib tizginlanish ahvoli biroz yaxshilab qolibdi. Shunga mushu sohadagi mushu paylarning o'sish ehtimolligi bor. Endi Turkiya havo yo'llarininki peyi allaqachon hozir o'sib bo'ldi. Yana qanchalik o'sadi, uni birim deyamaymiz. Undan sırt yana shu Turkiyaning bir avtomobilni ishlab chiqarildi deyman, avtomobil yangi bir avtomobil ishlab chiqarildi. Shularning pegini qarab baxsam bo'ldi. Andan 5G texnikasiga madlasagan turk shirkatlari bormi yo'q, shuni hozirroq olib qo'ysam bo'ldi. Buni shu amaliy ahvolga qarab birini desam bo'ldi. Endi bir ixtisoslashni biz o'ylagan vaqtda fursatlardan chiqib o'ylaymiz, agar siz bu 10 ming hozir 10 ming dollarni turk lirasiga aylantirib payab qo'ysangiz qanchalik vaqt, qanchalik pul topsiz? Bu payab qo'ysangiz bu 10 ming lira siz payab qilib bir yildan keyin bu dollar bilan turk lirasining o'tirisida agar turk lirasi eshib dollar tushib ketib qolgan bo'lsa bir ziyon tortgan bir ahvol bo'ldi. Agar payab qo'ysangiz u chaqda ahvol yana boshqacha bo'ldi. Shunga buni har xil ehtimollarni o'ylab qanday qilsam bo'ldi deganni o'zingizlar qaror chiqarsanglar bo'ladi. Ko'proq gez ko'rish kerak, ko'proq uchur ko'rish kerak, analiz qilish kerak masalani. Ham bir tarafdan makrolıq iqtisodiy ko'rsatkichlarga qarash kerak, bu degandek pul baholigi iqtisodning ishi, o'sim nisbati degandek narsalarga. Endi yana bir tarafdan mikrolıq shu hadislarga diqqat qilish kerak. Shu sohadagi shirkatlarning ahvoli qanday bo'lyapti deganga qarash kerak. Foydalanadimi yoki ziyon tortyapti deganga qarash kerak. Yoki shirkatlar yangi mulozimat bilan ta'minlamadi bozorni yoki yangi tovar bilan ta'minlamadi deganga qarash kerak. Yangi mahsulot ijod qilgan bo'lsa, albatta foyda oshadi. Agar bu shirkatningki boshliqlari almashgan bo'lsa yoki bo'lmasa zayn jiqtaq etgan bo'lsa, ya'ni ishchi taq zayn jiqtaq etadigan haqda mablag' yig'man degan gap. Ba'zilari to'lash iqtidori bormi, shunday yig'idi, ba'zida pul zo'r qilganlarmi, shunday pul zayn taqtish orqali pul yig'gan ishlar bor, shunga diqqat qilsa bo'ladi. Endi men shu ba'zilar dediki, bizning sanoat bazasi qurish tashabbusi o'tirib chiqqandan keyin bizning ba'zi qarindoshlar shu zavod qurayotgan bir ahvollar bo'layotdi. Shunga shu 5 Michael Porterning 5 kuch nazariyasi ta'limotini o'tirib qo'ygan bo'lsangiz deganlar bo'ldi. Men shu bo'yicha so'zlab beray. Michael Porter 1979 yilda Harvard savdo maktabining bir gazetiga jurnalga maqola e'lon qilgan vaqtda 5 kuch nazariyasini o'tirib qo'ygan. Ya'ni bunda 5 kuch yoki 5 omil sizning ma'lum bir shirkatning egasining yoki bir korxonachining shu sohaga kirish kelmasligiga cho'ng ta'sir ko'rsatdi. Bu 5 omil qilishni aytgan vaqtda bunda oldi bilan siz kirmoqchi bo'lgan bu soha sizning kirishingiz nisbatan to'sqinligi kuchlikmi, yo'qmi? Ya'ni sizning shu sohaga kirishingiz nisbatan patent jihatdan yoki boshqa jihatdan shunday qiyinchilik tug'diradi. Ya'ni siz bosh qilayotgan ishingizni tashlab mush kirmansangiz sizning qanchalik tannaroq ketadi. Shu bak yuqorimi yoki tuvanmi, buni o'ylashingiz kerak. Ikkinchisi, bu sohaga kirgan vaqtda sizga sizning mahsulotlaringizga nisbatan qo'shmoq holda rol o'ynaydigan, ya'ni sizning mahsulotlaringizning o'rnini ola oladigan mahsulotlar qanchalik. Ya'ni o'xshash tipdagi shirkatlarning qanchalik va ularning mahsulotlari bilan sizning mahsulotingiz qanday farq qiladi, ulardan keladigan xatar yoki xirs qanchalik, buni o'ylash kerak. Uchinchisi, siz mahsulot ishlab chiqargandan keyin sizning shirkatlaringizga kerakli mahsulotlaringizni ishlab chiqargan zarur xom ashyolarni ta'minlaydigan, xom ashyo manbalarini ta'minlaydigan tijoratchilar yoki korxonalar yoki odamlar qanchalik, jiqmi, ozmi? Agar bu qancha oz bo'lsa, bu sizga nisbatan foydasiz. Sizni xom ashyo bilan ta'minlaydigan shirkatlar yoki odamlar, tijoratchilar ko'proq bo'lsa, bu sizga nisbatan yaxshi. Ular sizga ta'sir ko'rsatmaydi. Birsini olsangiz, birsini ola olasiz. Tanlash bursangiz bo'ldi degan gap. Xuddi mana Xitoyniki Huawei bilan ZTE degan shirkatlarga nisbatan Amerika ba'zi bir o'zakchilarini sotmayman deb turib olsa, ularning ishlab chiqarish palachaga tushib qolgandek, shunaqa bir kuchsizlik tushib qolgan gap. Ana yana birisi xom ashyo bilan
Təmin eticilərin gücü dedik, həm də xəridarların gücü. Xəridarların gücü degan vaqtda sizin məhsullatınızın sifəti, bahasına nisbət etgan vaqtda sizin xəridarlarınız zat qançılıq. Məsələn, siz şu məlum bir ayında tuz desək, tuz kişilik turmuşqa zörür bolğan narsa. Siz tuzni satmasanız, başqalar əkilib satamaydı. Bundaq ahval astida siz şu tuzdan bahasını yuqarı qılıb alsanız ular gap qılamaydı. Lekin o ahval tuz olmay, yəni başqa bir məhsullat olğan bolsa, xəridarlar sizin məhsullatınızın təmini yoki sifətini yaxşı görməsə almaydı. Almağanda sizə besim buldu. Bu təbii halda onun təmini yoki sifətini yaxşılaşdırırsınız. Yəni yana birisi bu xəridarlar qopub bağını yuqarı görsə, yəni almay turarsa siz bağını düşürüş doğru gələsiz. Doğru gəledi də. Demək bu dördüncü bir amal, dördüncü bir köç. Əmdə ən axırqı bir qaysı nəmə desə, şu xil sahədə siz şuğullanmaqçı olğan, məsələn, toxumçuluq sahəsi deyil, toxumçuluq sahəsində rəqabət qandaq? Erkinmi, yəni erkin bazarınki prinsiplərə əməl qılıb bulamdı, yoki olmasa bir bürokratlık varmı? Yəni münasibət ola, sanaat, to'liq mablag'ini sizga qaragan vaqtda yaxshiroq olamdi. Ya'ni bozorning tartibini buzadigan boshqa omillar bormi? Umuman aytgan vaqtda siz ma'lum bir sohaga kirib, bir mahsulot ishlab chiqaraman degan vaqtda sizning shu sohaga kirishingizga to'sqinlik chiqmi yo'qmi? Bu qancha kichik bo'lsa, qancha to'sqinlik, qancha ojiz bo'lsa shuncha yaxshi. Sizga kirgan vaqtda, siz shu sohaga kirgan vaqtda sizning raqobatlashlaringizdan keladigan xiris kuchlikmi, ojizmi? Bu qancha ojiz bo'lsa shuncha yaxshi. Uchinchisi, sizning mollaringizni, mahsulotlaringizni xam ashyo bilan ta'minlaydigan savdogarlar yoki manbalar jiqmi, ozmi? Bu qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. To'rtinchisi, sizning xaridorlaringizning sizningki mahsulotlaringizga, sizning shirkatingizga ko'rsatgan kuchi qanchalik? Ular qancha ojiz bo'lsa, ya'ni ta'sir ko'rsatmasa, siz shu rayonda muayyan bir kuchli dominant o'rinlarni egallasangiz, kuchliroq bo'lsangiz, bu sizning shu şirket kurup paydaşınızga nispeten etkilemekte paydalı kalmalı. Anadın yanı birisi siz ticaret kılgan bu saha erken nispeten erken baza prinsiplerine emel kılgan bolsa texim yaxşı. Bana bu Michael Porter'ın 5 güç talimatıdır. Ne olsa bugün kliksiyem bu işinçiler olsun. Rahmet sizlerge.